Saqchilar qo'g'dab ketdi-da. Assalomu alaykum, hurmatli gazet qarindoshlar. Hammalarninki shu xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamish, Rossiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men Xitoy hukumatininki mening ota-onamni qonunsiz lagerga so'lg'anligi va turmaga kesayotganligi uchun norozilik namoyishimni Rossiya parlamentining oldida Rossiya hukumatidan yordam so'rab, boshlig'imga 6-oyning 26-lari 27-lari kelib qolsa murojaat bo'ldi-ki, inshaalloh. Bu jarayonda nurg'un issiq sovuqlar beshimda o'tibdi. Hatta da'voning ichidagi beshida ota-onam deb chiqib, beshida keyin anandan keyin da'voning ichidagi ba'zi bir maynachiliklar, anandan keyin saxta da'vogarlarning yuzlari qo'ymichilar degandek narsani oshkorlabdimi? Anandan keyin bizniki Uyg'ur xalqimizni, bechora xalqimizni, millatimizni Xitoy hukumati chetaldagi josuslar orqali ish bajarish organlari orqali jumladan Dunyo Uyg'ur qurultayiniki va Amerikadagi UHRP Umar Qanotniki mushular bizga vakolatan Uyg'urga bosh bo'ylab bizni indigenous kategoriyasiga tiqib Xitoyniki Uyg'urlarni keng ko'lamda lagerda qirg'in qilishga yuzchiroq etib berdi. Qarindoshlar uyg'onayli. O lagerni taqaymiz deganda qarindoshlar. Indigenous kategoriyasidan chiqib ketmasak, ondan keyin biz mustaqil davlat talab bo'lishini talab qilmasak, biz Xitoyniki changildan hech qachon qochib qutulmaymiz qarindoshlar. Bizning birdan-bir chiqish yo'limiz mustaqillik qarindoshlar. Mustaqillikdan boshqa hech qanday chiqish yo'limiz yo'q. Shuningga alahazal hozir oldiga bir yil shu ota-onamnikida bir yerda turibdiman. Ba'zida qishda hatta sovuqdimi tug'an kunlarim bo'lgan. Bir mezgil anandaki hukumatning ishg'ollariga berish, xat yozish degandekidek shu advokatga material topshirish degandek shu ishlarlar shu aldirashib ama yozliq yana boshlab ketdim. Ama shu sening ichida bo'lsam, ta'minlash kunlarim bo'lsa, hamisha bo'laman. Xudoyim buyursa. Ota-onamni turmadan chiqishga tirishib, shu namoyishni oxirigacha qilaman. Ondan keyin chiqqan taqdirdami, men Tug'luq Hamid yana bu da'vo yo'lidan voz kechmayman. Tashkilot qurmayman, tashkilotga kirmayman. Xalq uchun gap qilaman. Vatanimizga xalqlarningki ovozi bo'laman. Ota-onam chiqdi degan gap, chiqqanda degan gap, men kirib ketaman degan gap yo'q bu yerda. Buni Xitoy hukumati aniq bo'lib bilish kerak. Bizningki mujoratga Uyg'urlarningki birdan-bir chiqish yo'limiz mustaqillik qarindoshlar. Endi hech kim borolmaydi. Xitoyningki fuqarolari o'zim borolmadim Rossiyaning ichida. O'zlarim borolmadim. Hatto Xitoy pasport tutib o'zlarim ham kirgizmaydi. Xitoylar chiqadi, Gongsandan cho'qim chiqib ketish kerak degandek bir gaplarni Rossiyaning ichida qilyotdi. Undidar to'plarining ichida qo'rqmay qilyotdi. Undan keyin o'tirib poyezdlarda shunday gaplarni qilyapti metrolarning ichida. O'ylab qo'yinglar qarindoshlar. O'zining xalqimi o'ziningki nimasi shuni zerikib ketdi. Mushu yo'qolsa bir gap bo'ladi degandek. Shuningga qarindoshlar, oqshit, ko'kshit hammasi bir Tayvanning Xitoylari olamdi, Hong Kongning Xitoylari ham hammasi Xitoy qarindoshlar. U Amerikaning qo'lida turgan bilan Angliyaning qo'lida 100 yil turgan bilan u farqi yo'q. Xitoy hamini. Bizni tarixdan buyon qirishni unutib qolmagan bir millat. Shuningga bizmi tarixga xotim berib, hamda yaxshimikin deydigan gap yo'q qarindoshlar. Aslida hammasi yuzini ko'rib chiqdik. Shuningga birdan-bir chiqish yo'limiz bizningki mustaqillik qarindoshlar.
Şundan ben qarindoshlar deymanki, qarindoshlar, yolg'izlam ish qilayotgan Solih Xudoyor, Dilyar qatorliq o bolalarga qarab qolsanglar, o mushlar qiladigan mustaqillikni bolalar qilmaydi deganda qilsanglar, o butunlay xatolashgan bo'lasizlar. Bularning o'zini qiladigani va xalqning qiladigani va xalq ashlarning qilayotgan ishi hatto parallel menfamisa, bu da'vo oqmaydi qarindoshlar. Shuningga birinchidan Uyg'urlarni birdan-bir qutqizishninki yo'li hozircha bak lagerini taqayma deb ketsa, indigenous kategoriyasidan rapor yozib chiqarib yetish kerak buni. Buni chiqargan kuni Xitoy o'ziniki xalqaro jinoiy ishlar sudida o'ziga javob berganini bilib qoladi. Bo'lmasa biz shu burungi tarixda o'tgan shu indigenous people'larga o'xshash hech qanday badal badal to'lik shu o'ltirilgan Xitoy xuddi qassobning rolini biz qo'yning rolini og'rimizda olgan bo'ladi. Agar kimda shu kategoriyadan biz chiqib ketsak, indigenous people kategoriyasidan chiqib ketsak, biz bir begunoh odam sifatida Xitoy bir jinoyat sifatida xalqaro jinoiy ishlar sudida tortildi. Xitoy 100% parchalanib ketdi qarindoshlar. 100% parchalanib ketdi. Tarixda Uyg'urlarga bundan yaxshi bir fursat kelmaydi. Shunday o'tib ketsak biz qirilib tugab ketamiz qarindoshlar. Unda vatanniki Uyg'urlarniki qiynab nanchilab ichadigan, tuzkorlik qiladigan, vafosizlik qiladigan, millatiga vataniga satqinlik qiladigan odamiy shaytonlardan, iblislardan bo'lmaylik qarindoshlar. Odamdek to'raldiq, odamdek ketili. Qabrning ichida tuz yetish uchun qabrning ichida tuz yurish kerak degan gap bor qarindoshlar. Shuningga ota-onalar ega chiqinglar, qarindoshlaringlar ega chiqinglar. Ertaga Xitoy chiqadigan chog'da mushu chiqmaganlarga, qo'qab turganlarga, ega chiqmaganlar, gapini qilmaganlarga bekarakdek qirib o'tishi mumkin. Nimishga desanglar, sening ota-onalar, tuqqanlaringlar tirik shohid emasmi? Ularni Xitoy yo'qotib etishga tirishadi. Agar parchalanib ketadigan bo'lsa, xalqaro jinoiy ishlar sudiga tushadigan bo'lsa, birinchi yo'lib chet elda shu tuqqanlari borlarnikini qirib o'tdi. Nimishga desanglar, ular Xitoy parchalanib ketsa, ashlar tirik shohid sifatida guvohchi bo'ldi emasmi? Tarixning Xitoyning jinoyat o'tkazganlariga hammaga. Shularni yo'q qilib o'tirib emasmi? Shuningga chet eldagilar bo'lsanglarmi, akallaringlar yetayotgan bo'lamdi, tag'alaringlar yetayotgan bo'lamdi. Kimlar bo'lsa, shuni chiqib nimasini beringlar. Guvohlik qilib, hukumat organlariga berib, bo'lsa parlamentning oldida turinglar ota-onalar uchun qarindoshlar. Urug' tuqqanlaringlar uchun degandek. Degan bilan bayroqni to'lib qopti. Mashalloh da. ichida yig'im bo'lyotdi. O'sha necha kun bo'ldi. Mo'yim 9-oyda Shvetsiyada
parlamentning ichida partiyalar almashiniki. Shuning yana bir gap o'kinma dedim. Shvetsiyadagi Uyg'ur tashkilotlari darhol Shvetsiyaning partiyasining ichidagi o'qitish partiyalar bilan, o'ng qanotlar bilan do'stlik o'rnatib, shular uchun Shvetsiyadagi Uyg'urlardan millat chiqib teradigan Sharq Turkistonningki xirqa qirg'inchiligini davlatningki parlamentida kun tartibga akiladigan Uyg'urlarning ishini cho'qim parlamentning ichida ep mangadigan bizning bo'lsa shu bilatdan anandaki mishlarniki taqtirgan lozunglari yoki e'lonlari bor. Shularni Uyg'ur qarindoshlar shularning partiyasiga chiqish uchun yordam berib, biz faoliyatlarga qatnashib, biletlarni tashlab, Xitoyning eng yomon ko'rgan partiyalar bilan do'stlik o'rnatib, shularniki shu Shvetsiya parlamentida ichida o'rin olish uchun kuchliroq o'rin olish uchun asli qo'ysak, ularmi bizni malaning qimmati borki, bularni ishlatgan bo'ladiki, bular manchilik odam borki, Shvetsiyaning 9 million nüfusuna nisbatan manchilik bilet tushishga oson emas deb bizga 10 ko'zda qaraydiganda bo'ladi qarindoshlar. Asli bizga nimaga mishak panalqa ruxsatlarni badiya mishak nima uchun bizni yapishson yoki uni buni qilsin deb emas. Ammo shunday kunlar bo'lsa, shu bular bir ish bo'lamdiki, mishlar kelib turamdiki, mishada o bu desa qarindoshlar. Buna erkak qirg'inchilik qilganmi chilib ketdi. Yurmas deb so'ralib falozlik qilib. Shunga tashkilotlarningki rahbarlarga deydig'ini Shvetsiyadagi parlamentning a'zolari bilan o'qituvchilar bilan o'ng qanotchilar bilan do'stlik o'rnatib, Uyg'urlarningki iddaolarini yetkazib, o'sha bir yaxshi bir Shvetsiyadagi o'ng qanotga chiqdi hamda meningcha. Bu da hozir hammasi chiqyapti. Kunda odatda tarixda bo'lmaydigan ishlar bo'lyapti. Bu yerda harbiylar aralashadi hozir kirib. Chunki mana Shimoliy Muzokiyanga Shvetsiyaningki Xitoyningki paraxtlar kelishga boshladi. Bularni cho'chib ketdi hozir. Butun dunyo aldab ketdi Xitoyni. Butun dunyoni aldab ketdi Xitoy. Shuning uchun hozir hammasi Xitoyni birlashib parchalaydiganga o'tdi. Chunki parchalanmasa Afrika G'arb ellarining va Yevropaning manfaatlari bor joy. U yana Xitoy egallab ketdi. O'rta Osiyo Rossiyaning manfaatlari bor joy. U yana Xitoy egallab ketdi. Ham qarziga bo'g'yapti. Turkiyaning milliy qarziga bo'g'yapti qarindoshlar. Xitoy Kommunistik partiyasi yo'qsa, Xitoy parchalansa, dunyo bu qarzdan bu yukdan qutuladi. Meningcha Xitoy o'sha Amerika rahbarligi G'arb ellariga agishib, bu da o'sha butun dunyo Xitoyga zarba beradi deb o'ylayman. Chunki yemak-ichmaklarning bahosi o'rlab ketdi, benzinning bahosi o'rlab ketdi. Hammasi nimadan kelib chiqdi desa, shu Wuhandan chiqqan Xitoy virusidan keyin ishsizlik, shirkatlarning vayron bo'lishi, insonlarning psixikasi buzilishi, qayta vaksinalarning amallishi, onunki Ukraina urushining kelib chiqishi, har xil omillar bu Xitoy buniki yiltisi Xitoydan bo'layotdi. Xitoy dunyoga ofat yetkazuvchi bir maxluqot. Shuningga Xitoyni parchalash G'arb ellarininki hozir zimmasiga tushgan bir vazifa bo'lib qoldi. Bu vazifasini cho'qim ado qiladi. Ham buning uchun biz qanday qilishimiz kerak? Sen tayyor bo'ldingmi deyish uchunga cho'qim Uyg'urlar tayyor bo'lish kerak. Shuningga andaq qiliqqa dunyo Uyg'ur qurultayidagi ashu Dilshod Rashidga o'xshash o'zi bayonotchilik qilinmaganlar Zumurtaydaklarni inaga tortib tarbiyalab, ana o'kinkidek iste'molchilarnikida so'zlaydiganning xalqaro yig'inlarda yo'q biz Xitoyda ayrilmaymiz, Xitoy bilan beqinimiz, Xitoydan azroq besim bilan siyosat yumshatsak bo'ldi degandagidek gaplarni kimga vakolatan qilyapti qarindoshlar. O'zinglar bilasizlar dunyo Uyg'ur qurultayininkini. O'tgan mana 2884 parcha rasm oshkorlangandan keyin Milliy Kengash ochdi, kitoblar ashadi kechish ishib, atligini ashadi bir-birini sesiq paypoqqa o'qishib, milinib, chaqchaq qilib turtib, To'ng'izlarning tug'unni ko'rdinglar qarindoshlar. Bularda insoniylik yo'q, insoniylik o'lgan, ichi ketib ketgan hayvondan betar bo'lib ketgan nimalar. Bizlar o'ylab beqinglar qarindoshlar. Bir Abduvali Yosin Ahmadtovdan tamoq yegan chaqda bir mushu mojiratda birdan-bir oldiga chiqib, shu Zumrat Tursun xonimdan boshqa hech kim shu bolaga ega chiqmaydi. Agar shu Zumrat Tursun bo'lmagansa, shu bola ashal axlat terib yetdi. Bizmi uqmaydi ekanmiz, shu narsalarni aniqlab, Turkiyada rasmi ashning Uyg'urmi, Uyg'ur emasligimi aniqlab, uningga yordam qilib, bolalarni o'rinlashtirib, tamoq, kiyim-kechak, yotoq, dori, kashkicha quruq kakirdan, nima ish qilding desa, qilgan ishni sen haq bilmaysan, hamma ishni degan olmaydi. Bir ishni desa, buzitsa. Shunda qarindoshlar,
yana texa o'zimizni Tibetlar bilan solishtirib, Tibet deganning qarindoshlar o'ng qanot, so'ng qanot hammasi chiqib bo'lgan. Ularning armiyasi bor. Biz qanday ularga o'xshaymiz? Ular bir xalqini bir Suriyaga yo'lga solmasa, yo bir yerga yo'lga solmasa, ular shu Hindistonning Xitoyga shu qo'shni yerda armiya qurdi. Ularning quvvatli ishlari G'arbnikiga tamamen tushirgancha bizning qarindoshlar o'ylab yiqinglar. Bizning qarindoshlar o'zimiz parchalavyapti, Qozog'istonlar. Bizning qarindoshlar o'zimiz Pokistonlarni o'ldiryapti, Afg'onlarni o'ldiryapti. Shuningga qarindoshlar bularninki qo'lidan har balo keladi. Men qo'rqib qolmayman endi bu seriq men uchun bir tuk bular. Bu qurultay olamda ya Xitoy hukumati olamda qo'lidan kelganini qilsin. Shuningga qarindoshlar ota-onamizga, qarindoshlarimizga hammasiga ega chiqayli. Bo'lmasa bizningki bu qarindoshlarimiz qirilib ketadi qarindoshlar. Ben dedim bizningki Sharq Turkistonni Solih Xudoyor va yoki boshqa mustaqillar yoki ular faqat qo'lidan keladiganni dunyoga angltirganni anglitadi. Yanılam qiladigan ish xalqning qo'lidan keldi. Ashta to'plarda avtonom tilaydigan anda qilib aql qo'tqo'tdaklarning gaplarga radiya beringlar qarindoshlar. Xalq o'ygansin. Bularning eng cho'chiydigini xalqni cho'qdan beri uqultiyotgan narkoz dorisi urgandek urib uqultiyotgan bularni. Shuningga jiq xalqlarni uyg'onmaslik sabab bularga tutishib ketgan, vatanlarga berib qo'ygan o'zlarining ishlari va bular agar chiqiblan bir ishni qilmaydigan bo'lsa Xitoydan sen kelgan chog'ida manda qilgansang yoki anda qilgansang deb bularnikini oshkorlashdan qo'rqudi. Shuningga jiq xalq uyg'onolmay majburiy o'shaning depin chaldi. Hatta menga kelganlarning ichida nurg'un biz chiqayli degan to'xtab chiqolmaymiz, sizni qo'llaymiz lekin ben bir necha qaytam sizning videolaringizni yurak versam, sen manchinjili anda qilgansang, sening bunda qizingning to'yi munosabati yenib ketgan, biz mushtaq seni anda qilamiz, bunda qilamiz deb shu majratga Uyg'urlarninkini ashunda xalqni tahdid qilib, ashunda iflos chiqayotgan shularma shu qurultayninki qo'llaydigan odamlar. Shuningga bir odamning zuvani chiqsa, bir odamni yapma deydi, bir odamning zuvani chiqsa, bir odamni o'chirma deydi. Shuning qarindoshlar, qo'rqmay so'zlayveringlar, qo'rqmay yezinglar, qo'rqmay fikringlarni qilinglar dadillik bilan. Sizlar g'arblar yashayapsizlar. Sizlar Urumchi turib yoki G'o'ja turib yoki Qashqar turib sho'chining boshqo'si bo'lmaydi. O'zinglarning kallasini o'zinglar ega bo'linglar. Va kiriblam ani qil deganda, mani qil debdiki, pasportini tortib avatdebdiki, andaqdiki desanglar, sizlar shu Xitoyning deganini qilib bersanglar, o'zinglarning to'liq ashta kontrolga tushganliginglarni, qudurganliginglarni isbotlaysizlar. Shuningga ularninkini, qurultayliklarninkini ish qilishlarning chapanchilimi, ish qaysinikini anglamanglar qarindoshlar. Bu hammasi mening beshimda o'tgan ishlar qarindoshlar. Bu narsadan qutulib chiqarsanglar, yaxshi. Bulda qarindoshlar unda bo'lsa, mana video qilayotgan do'stimizning uzoq ishi bor, yana jiqni turib berolmaydi. Shuni men qog'inni o'zim o'sha bir soatdan turib kirib ketaman. Hozir mana
kamerani o'chirib o'tmoqchi.